bermaydi bizga. Nahot shuni kamaytirishni, yarmini kamaytirish iloji bo'lmasa. Qanday tushunish kerak? O'sha gapimizga ba'zi ishonmayotganlar bo'lsa kerak. Kelib ana shu yerda yurgan ukalarimizni, farzandlarimizni bir oyoq kiyimini yechib oyog'iga qaranglar. Nima bo'lgan? MCS deyapti, ichki ishlar deyapti. Butun O'zbekiston bo'yicha ikkitagina motorli qayig'i bormi MCSning? Mana bugungi holatga farzandlarim, nabiralarim ikkita qayiq ijaraga olishdi. Ikkita MCSniki. 40 tadan ortiq mahalladoshlarimiz Bo'kadan shu yerga yordamga keldi. To mana shu Bekoboddan Bo'kagacha bo'lgan masofaga ikki qirg'oqqa tashlab chiqdik odamlarni izlaylardi. Endi qarang, nimani izlaydi ular bechoralar? Nimani izlaydi? Biz nimani izlaymiz? Qayiq kerak axir, mana bir ko'ringlar bu suvni. Mutasaddi tashkilotlar bizni gapimiz shaxsan o'zimni arizam yetib bormadi sizlarga. 3-marta murojaat qilishim, murojaatim yetib bormadi. Nega bunaqa bo'lyapti? Nima aybimiz bizniki sodda oddiy odamligimizmi? 37 yildan beri xalq bolasiga ta'lim beraman. O'qituvchiman. Pensiyaga chiqsam hozir ishlayapman. Ertaga kanikulidan keyin o'quvchilarga men nima deyman? Bu tizimni nima deb maqtayman? Bitta oddiy xalqni bolasini shunchalik xorlab tashlaydimi? Nega undan so'ramayapti? Iflosdan, siqirtdan. Nega uni xotinini qochirib yubordi? Kim qochirib yubordi? Unga kim javob beradi? Biz zuhum qilganimiz yo'q. Bir narsa so'raganimiz yo'q ulardan. Vatandoshlar, men bilib turibman, meni bu gapim bari tepaga chiqib bormaydi. Aripovga ham, prezidentimizga ham chiqmaydi. Chunki bu narsani biz ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Sizlardan fikrlarni so'rayman. Kimdir tanishlari bordir, kimdir akalari bordir, imkoni bor tepaga chiqishga, prezidentimizga, Abdulla Aripovichga chiqadiganlar bo'lsa, iltimos sizlardan yordam beringlar, shu o'ylikni topaylik. O'ylikni topaylik, biz ham odamlar bo'lib ko'maylik. Nima uchun chiqmaydi? MCS bor ekan, mana respublikaniki, viloyatniki. Nima uchun 24 kunda keladi ular? Nima uchun 24 kunda keladi? Buni javobi bormi? Shunchalik biz O'zbekistonda odamning qadri yo'qmi? Yoki odam tanlashmi? Mana bu tomonda ayollar ham izlab ketyapti. Ana suvlarda